Bugün en samimi halatda qarindoshlar bir insonning qilayotgan ajrlarini o'sha film orqali bir degimga qoldi qarindoshlar. 1 million qaziga bo'g'il ketib Turpan diyoriga kelgan. Rasmiy yig'anmi? Turpan diyoriga kelib, men mush hunarimni qilay, men so'l setib qilaman deb 1 million ziyon tatib olgan. Bu Turpan diyorida Dadir aka, men mush kitob setib, shu qimmat yaratsam, o'zim o'rganganim mush kitob dedi. Mush kitobni nerede o'rganganingiz? Xotan Atirgul kitobxonasida. Xotan Atirgul kitobxonasida normal holatda bir kunda necha qo'ymangda ko'chayam olib. Eng tuyan bo'lgan bozor 100 tugadi. Eng tuyan bo'lganda 100 tugaydi. Eng jiqganda-chi? 200 necha ketgan kunlar. 200 ketgan. Masalan, o'zingiz yolg'iz bir kunda shu shogird bo'lib turish jarayonida necha kitob pishirgan? 198 sep. 198 ni to'liq sapaqqan. Mana bu shunchalik natijalar bor qarindoshlar. Endi 1 yilda yaqin Turpanga kelib shu kitobchilik san'atingizni, kitobchilik hunaringizni shu Turpan diyorida joriy qildiringiz. Nurg'un qarindoshlar qo'llagan bo'ldi. Mana 1 yildan oshdi. Men sizga davomli tashviqotni qilib beraman. Hakikaten qo'lladingiz, men unda tarz kelib ketib, menda xafaliklarni tatganimni tushunib turib, hakikaten qo'lladingiz siz. İlan eşek haqqini hakikaten tuyan qilib berdingiz men boshqalarga qaraganda. Hakikaten tuyan men bak. E'lon qilganim da'vatingizni alishtirib oldim. Hammamizning ajrimizni o'zimiz bilish kerak. Lekin Olimjonga cho'qim muvofiq ba'da qilib turib qildim. Chunki bir o'tkalda o'tirish o'g'il deganning bishiga kildi-ku nurg'un ishlar-chu. Endi hozir oldingi yilga qaraganda kayfiyatingiz yaxshi. Nurg'ulgan xalq ommasiga rahmat aytamiz-da bu yerda. Shu xalq qo'llashqa biz shu yukimizni yengillatgan bo'ldik. Ma'lum bay degandek ig'irchiliklardan qutulib olgan bo'ldingiz. To'g'ri? Endi mana bu yerda shu ekranda mana ko'rib turgandek birdan olamish ballani. Bir yıkın alahtıza, kilişken şuray. Ne dese? Gulculuk ekan. Gulcudan geldin mi? Senço? Turpandan. Senço? Xotandan. Senço? Turpandan. Senço? Turpandan. Senço? Ben Xotandan. Xotandan. Xotandan, Turpandan gulculuk hop. Hazır naq meydanda 6 şagird var qarindoshlar. Endi bu yerda maqsad nima? Maşındaq samimiy ustozlar, yaxshi bilan shogirdlarni tarbiyalab, jamiyatimizga, ya'ni shu ko'pchilik tonlar ko'pda bir yaxshi turni xalqimizga sunyapti. Endi bu yerda jalliq ovoz javob beringlar. Olimjon ustolar uylarni samimiy o'rgatamdi, yo'qmi? Uylar o'rgatamsizlar? Endi bu yerda Olimjon ustandagi hunardan boshqa nimani his qildinglar? Biroq o'ylaganda faqat qo'lchilikdan gap chiqilsa, Samimiyatlikni tushunib yetdim. nerdan boshqa samimiylik? Ferida bo'lgan samimiyatlik. Ha. Lazbatlarni yaxshi yutadi. Go'shtni yaxshisini kelyapti. Yaxshisini aytadi. Ha, jalliq. Ana xarida bo'lgan muomala yaxshi. Anda bahojatdan yana 108 ga mengatamda. Nan haqsiz. 108 ga lampong, non, lansay haqsiz. Anda olsa bugun pishgan kebabni bir ko'rib boqayli. Ketdik. Mana bugun pishgan kebab bo'lsa naq maydon ko'nish. Endi burun davatgan gibimiz go'sht pek yumshoq. Bek yumshoq pishdi. Ondan Muşu paxlan yoki o'g'loq asosiyatdan 10 kiloni atrofida. Silkimiz ham qo'yib tushdim bu. Mana mushunda bo'ldi am silketdi. Mushunda qaratda silksaklar go'sht o'z yirtilib tushdi. Demak go'shtning yumshoq darajasida yaxshi. Mayli cho'nglar bo'lsin, mayli yoshlar bo'lsin. Haqiqatan bir so'rin apasizmi so'rindoshlig'i bor go'sht. Men 1,5 yilda to'xtamay tashviqotni qilib o'taman. Olimjonmi mush go'shtning suftiga Hangisi işletken materyalga naitim ko'ngil qo'yib qo'ydi. Operator ben yaqinda paqamishni. Mana go'sht qarangizlar. Haqiqatan yerlik baqlar yuqorisi 10 kilo, 11 kilo chiqdi. Tövne 5 kilo, 6 kilogacha. To'g'ri? Va boshni oxiri diqqat qilaylik mishlarga. Anda olsa qarindoshlar, mana xotandik. Ya g'uljilik, yoki uyalik, ya biyalik demay, hammamiz Jumhur millatidan bir oila kishilar o'zaro qo'llashlar bo'lsin. Bizni qo'llayotgan qarindoshlar rahmat. Mushu kebabni zakaz qilmoqchi bo'lganlar, yoki bo'lmasa kebab yeb tetpaqay deydiganlar faqat adresini bilamsizlar. Turpan shahar Bezak yo'lining hamning aslida bizniki 10 qo'lchatda tushib, mana shu xunga mas'ul kelsak, mishada aloqa qilish nomeri 131 0903 88 44. Yana 90dimi? Mushu go'sht yana davomli menga 90dan basimi o'xshashmi? 90da yangi bekatniki janub tarafiga joylashgan. Gaz qachilash punktining qarshi tepiga joylashgan. Yana bizniki Gulxon o'to'yin kebabxonasi. Sizlar uchun mulozimatda bo'ladi. Yana Olimjon ustamniki bir qo'lliq tarbiyaga shogirdlar qiladi. Endi bir kun 90da, bir kun Turpanda boqaldi qarindoshlar. 2 yil do'kon normal menga o'tadi. Yurak taqib qo'ysak, mushu Xotan diyoridagi urib tuqqanlar. Manım Xotan diyoridagi qarindoshimiz Turpan diyorida nayt mavqelik holatda shu kebablarni setyapti. Bo'lsa qo'llash yuzidan bir yurak berib taqib qo'ysak, avashaq diyorimizdan chiqqan yaxshi samimiy ballarni ishlar bo'lsa, bir odam ko'glisa, nurg'un odamga sayis tushdi. Ma'qul? Rahmat shuncha so'zay. Rahmat sizlarga.